Iye, Salom. Sevara. Sen bu yerda nima qilyapsan? Syurpriz. Kutmaganingiz aniq. Ey, kallang ishlaydimi seni? Sizni bir hayron qoldiray dedim-da. Tashqaridan qaraganda uyingiz chiroyli ekan. Ichkariga kirsam-chi? Ey, shoshma. Nimaga kelding? Tinchlikmi? Biror narsa bo'ldimi? Hech narsa bo'lgani yo'q. Nega kelding unda? O'zingiz uyda hech kim yo'q dedingiz-ku? Sizni ko'rib ketay dedim-da. Ey, tavba. Ichkariga kirsam shoshma. Ey, nima qilasan ichkarida? Hozir bolalarim kelib qoladi. Meni sharmanda qilmoqchimisan? Ularni kech keladi deb o'zingiz aytdingiz-ku. Kiraman, chiqaman. Uyingizni ko'ring. Ey, sabrimni sinama. Shu yerga kelganing uchun ham indamay turibman. Bor, bu yoqda turib tur, hozir chiqaman. Ey, Mayli. ey, bu qizni esi joyida emas. Ey. Mana bular qanday yashashar ekan? Sen bo'lsang qanday yashaysan, Sevara? Odil aka, Gavharingizni beton uyga tiqib qo'yib, o'zingiz keng hovlida mazza qilib yasharkansiz-da. Boylar. Bu uy albatta meniki bo'ladi. Mazza qilib yashang. Uylari ham juda ajoyib ekan. Boylar, mana qanday yashasizlar. Ey, Sevara, esing joyidami? Ha? Ahmoqmisan? Ey, meni sharmanda qilasan-ku. Nima qilibdi? Ketdik, yur. Ko'chada gaplashaylik, yur. To'xtang, uyingiz juda ham chiroyli ekan. Ey, Menga yoqdi. tashqariga chiqaylik. Hozir bolalarim kelib qolsa nima deb o'ylashadi? Uncha qo'rqmasangiz? O'zingiz aytdingiz-ku, hali kelishmaydi deb. Ey, esing joyidami? Ana tepada nima bor? Bolalarimning xonasi bor. Tinchlikmi? Ey. Yur tashqariga. Ana xona kimniki? Yur tashqariga chiqaylik. Asabim buzilib ketyapti. Yur. To'xtang. Ana xona kimniki? Ey, meni xonam. Men bilan Gulchehraning xonasi. Bo'ldimi? Ketdik, yur. Jonim. O'sha xonani bitta ko'ring. Ey. Kallang ishlaydimi seni? Bo'lmaydi. Ey, bu odam bo'lmaydi. Sevara, ey, to'xta.